Xayrli kun qiziquvchan obunachilarim. Ijtimoiy tarmoqni portlatgan duxovkada pishiriladigan go'sht retseptini sizlar bilan birga tayyorlab ko'ramiz. Qani ketdik. Farshim har doimgidek go'sht, piyozdan iborat. Ichiga har xil ziravorlarni solib, pergament qog'ozini o'rtasiga qo'yamiz va yoyib chiqamiz. Yoyilgan farshimizni videoda ko'rsatilgandek buklab chiqib, duxovkamizga pishirishga jo'natamiz. Men bu retsept asosida lavash tayyorlamoqchi bo'ldim. Bolajonlarim shanba-yakshanba uyda bo'lganliklari uchun ularning og'izlariga yoqadigan taom tayyorlashga harakat qildim. Go'shtlarim pishib chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek. Agar xohlasangiz pergament qog'ozidan olganingizdan keyin go'shtlarni yana bir qizartirib olsangiz ham bo'ladi. Bu tarafda pomidor bodringlarimni to'g'rab oldim, mayonez, ketchupga aralashtirib, chesnok ham solib yubordim. Sirlarimizni qirg'ichdan o'tkazib, lavashli xamirimizni ustiga joylashtirib olamiz. Masalliqlarni mana lavash ko'rinishiga keltirib oldim va uni duxovkada sirlari eriguncha qo'yib olamiz. Singaroq bo'lishi uchun men duxovkadan olib skоворodkada ham ikki tarafini qizartirib oldim. Shu usuldan foydalanib ko'ring, keyingi safar ko'chadan lavash sotib olmaysiz. Yoqgan bo'lsa like bosish esingizdan chiqmasin.